Hammaga assalomu alaykum. Sizlar yana Anvarjon YouTube kanalidasiz do'stlar. Bugun Unwanted Boys yangi ofisini xudo xolasa obzor qilamiz. Mana bu yerda Drujba, mana bu yerda Nesvan, mana bu yerda o'sha yangi ofis. Hozir xudo xolasa o'sha Unwanted Boys ofisiga kirib, shu polni obzor qilamiz. Shu tepa qavati ham bor, eng tepa qavati. Bu yerda obzor qilamiz. Kirishlar bilan bu yerda mana yuzim ochiladi. Xush kelibsiz deydi. Bunaqa joy. Bunaqa joy keladi garchi. Bu yerga hamma ham kira olmaydi. O'sha Face ID orqali ko'pchilik kiradi. Shunisi zo'r. O'sha kirasizlar. Mana bu yerda oltita lift. Bu surasizlar. Hozir bir oldiga chiqmadim. Yana hijob qilib qo'yimga, buni gapirib keta olmayman deb. Shunga bular chiqib ketaversin dedim. 17-qavatda deganlar. Ko'rchi mana bu lift ko'rinishi. Bu lift orqasida yangi turibdi. Kallasi yomon ishlagan bu kompaniya. Energy baribir kuchlaygan. Qaranglar. Mana bu lift bu ustida qoplama bu. Hozir hamma joyda ustalar ishlaydi-yu, ustiga zashta bu. Zo'r narsa qilib qo'ygan ekan. Mana hozir 12-etaj. Hozir yana sekin chiqib obzorni boshlaymiz. Qani, hoppa, 17-qavat. Bu tomon va bu tomon. Bizni qaranglar. Hoppa. Mashaalloh. Jigarlar, qaraychi, bu oshxona. Bu o'sha Unwanted Boys'da Bunun yutoqlari, bu yerda chilipavok bu yerda. Deyman. Qaraychi, chiqasizlar. Bu yerda yangi hayot. Mana bu yerda hozir Rustam akalar ishlayapti, montaj qilyapti. Mana bu yoq atmosfera, mana bu yerda Drujba. Deb o'tirasizlar, mana bu yerga. Hoppa. O'tiray, mana bu yerda hayot surib o'tiraverasizlar jigarlar. Bu tualet vanna. Ko'rishingiz mumkin. Ola bu xonani kiro obzor qilaman chunki hozir ichkariga kirsa Rustamga dam olib turgan ekanlar. Shunga hozir bezovta qilib kelmadi. Hozir Islom aka bilan pastda fitness zalga tushamiz. Ozgina kachat qilamiz, qaraychi. Undan tepaga chiqib, eng tepa qavatdan qaraychi mana bu shaharda ko'rinishini sizlarga hozir ko'rsataman. Bu o'sha knopka, legenda knopka mana shu. Bu 100 mingtaga berilgan, bu 1 millionga beriladigan anaqa knopka. Mana do'stlar, biz hozir fitnessga tushib ketyapmiz. Akam kachok qilaman deyaptilar, o'zimni ham, meni ham. O'zingni ham, seni hammi? Uni ham, buni ham hammasini kachok qilamiz. O'zimiz ham trenerlar bular. Fitness trenerlar hozir menga. Bas, chista sherik bo'lib tushib ketasan-da, ishlayveramiz. Sharoit zo'r. Sharoit zo'r. Kamerani oxirigacha olaman do'stim. Mana bu yuzga ochiladi. Shuna bir odamlar ishlayapti. Mana fitness. Shunga chiqsalar, bu yerda mana bunaqa atmosfera, bu yerda bitta ishlasalar ham bo'ladi. Shu atmosfera qaraychi. Islom aka o'sha boshlab bordi. Shuna gaplar jigarlar. Maza qilib ishlash kerak, faqat qilish kerak, kachok bo'lish kerak. Let's go. 3:28 AM. Hozirda nerga narsa qilmoqchiman. Kechqurungi soat 3. Sizlar uchun faqat shu tepa qavat bor, o'shanga chiqmoqchiman. 27-qavatga chiqmoqchiman. Kechqurungi soat 3. Ochiq yopiligini bilmayman to'g'risi. Soat qanaqa qilib sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Men ham o'zimga ham qiziq, kechqurungi soat 3 da nima, kechqurungi shahar qanaqa ko'rinadi. O'shani sizlarga ko'rsataman bola, o'zimga yarasa ham qiziq. Mana ketdik. Hoppa. Mana 27-qavatdagi 27-qavatda ekan. Voy. To'xta tepa. O'zi bir chiqqanmi tepa qavatga? Sekin ochamiz. 27-qavat. O'zi ham qo'yib qo'yishi. Men bor. Adashdim. Mana bu ochiq.
Ochiq ekan. Yoy. Qarang. Oppa, do'stlar. Voy. Men nima dedim? Voy. Tepa qavatga naligimda chiqa olmadim. Naligimda o'sha trenok ketib qoldim, undan oldin o'shanga. Voy, mana. Yo'llar pusto, odam yo'q. Odam yo'q mana. Mana Nissan tamom, odam yo'q. Mana polna atmosfera. Voy. Mazami do'stlar. Yashashga maza. Past ko'rinishi. Voy. Videoni ko'rayotganlarga kattakon rahmat. Like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolsa bundan qiziq kontentlar hammasi oldinda. Men xudo xolsa ancha energiya bilan yana YouTube'ga qaytdim. Shu yurishda xudo xolsa davom etaman. Просто ozgina motivatsiya kerak, faqat sizlardan yordam, like bilan podpiskani bosib, ozgina podpishka qo'ysalar hammadan xursand bo'lardim. Bugungi videomiz asosiy qismi shu Anont Boys yangi ofis haqida bo'ldi do'stlar. Xudo xolsa yana sizlar ozgina ideyalar berib tursalaring, kommentariyada yozsalaring, bundan qiziq kontentlar olib boramiz xudo xolsa. Endi sekin hozir xonaga tushib dam olamiz. Meni ko'pchilik bilmasa kerak, hozirda men Anont Boysda operatorman. YouTube syomka qilaman, Instagram tarmoqlarini podib yozaman. Xudo xolasa o'zi kuzatib davom etsalaring, shu men o'zim YouTube kanalimda qiziq kontentlar hammasi oldinda. Yana bir bor like bilan bosib qo'ying. Hammaga rahmat.